Hozir men boplayman buni. Hozir boplama. Voy aka. Voy aka. Bu nima qilganlar aka? Uka nima qilibsiz? Endi unaqa bas-da aka. Nima qilibsiz uka? Nima qilibsiz? Endi shunaqa ham narxni arzon qilish mumkinmi? Qilamiz-da uka, obunachilarni, obunachilarga qilaman-da. Qanaqa kamera sotyapsiz? 200 mingga kamera men u yo'q, ishonmay kelyapman. 200 mingga odamni quvib yuradigan kamera sotyapman. Yo'q, endi oshirib yubordim. Mana ko'rsating uka mana. Mana shu kamera mana 200 ming so'm. Wi-Fi orqali ishlaydi. Ulanadi Wi-Fi'ga to'lqin orqali. Bitta to'kka suqib qo'ysa bo'ldi, Wi-Fi kodini kiritib. Mana bor-ku mana. Odamni quvib yuradi. Baqa o'tsiz, baqa yuradi, mayaq bo'lsiz, mayaq yuradi. Pastga qarasiz ekan mana. Pastga qarayapman, pastga qaraydi. Voy! 360 gradus aylanadimi? 360 ga aylanadi. Telefoningizdan ham boshqaraverasiz, uka. Yo'q. Ha, telefoningizdan o'ngga chapga knopkasi bor, hali roligi chiqadi. O'yin o'ynagansiz, yoshlikda endi, xuddi shunaqa. Xo'p, komplektimizga nimalar qo'shib berasiz? Komplektga qarayman. Men 200 ming deyapman, ha? Aha. Dasturga bepul. Xo'p, Ha? 32 talik original chip. Tayvanning chipi. Men anaqa bu anaqa birpasda kuyib oladigan chiplar bermayman. Originaldan. Ko'rasizlar, chiplar mana. Mana shu yerda o'zida salkam 200-300 dollarlik chip bor akalar. Originalidan xullas. Chip qo'shib berdim. Telefonlarga ustanovka qilib berdim. Naqalib biz berib yorib, nima qiladigan bas. Shuni boradi, telefonni bitta yoqalab ishlayveradi. ishlayveradi. Xalqimiz xursand bo'lsa bo'ldi. Ha, men aytaman, obunachilar bo'lsin, obunachilarga mana. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumaniga ketyapti uka. Qarshiga berib yuboryapsiz. Qarshiga berib yuboryapmiz. Endi qarang, akamiz do'koniga qo'yar ekanlar. Bitta 3 ko'zli robotni oldilar. 3 ko'zli robot. Aslida 360 analar bilasizlar, odamni quviydi xullas. Svetlar yonadi. Endi Wi-Fi yo'q bo'ldi. Aka Wi-Fi yetkazib beraman dedim. Wi-Fi. Mana Wi-Fi bo'ladi, 2 shoxli. 300 ming so'mga berib yuboryapmiz. Bitta sim karta qo'yadilar, bo'ldi. Bitta sim karta bilan ish hal. Ish hal mana. 3 kamera ham ishlayveradi. Ham kameraga ulab qo'yaveradilar, ham do'konda Wi-Fi qilib ishlataveradi. Wi-Fi qilgan shohidlar bor-ku, bo'sh qolmaydi shohidlar. Internetdan savdoni yoraveradilar. Mana 3 ko'z. Endi yana qarabdim uka. Bugun yana qay ketyapti? Originalidan 2 ko'zli S100 modelidan xullas 1 million 50 ming so'mga baraka bo'ldi. Xo'p, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumaniga ketyapti bu. 2 ko'zli. Ham Wi-Fi ga to'lqin orqali, ham kabel orqali ulanadigan 360 ga aylanadi. Odamni quviydi bu ham. Qashqadaryolik akalarimiz laykni bosaversinlar ekanda, bugun legenda bo'libdi-da Qashqadaryo mana. Endi mana bilasizlar, qadimiy Samarqand, Registon bor-a mana. Samarqand katta Qo'rg'onga ketyapti, shahriga. Ular quyosh panelli bo'ladi, Okam firmasidan. Bitta sim karta bilan ishlaydi, ichida quyosh paneli ham bor, batareyasi